Rostdan VVni 130 mingdan sotyapmizmi? Ikkinchi aholi VV brendini so'raganmidingiz, olib kelib qo'ydik. Qarang, bu pakirvali bo'ladi. Bizda letning komplekti ham bor. Buni materiali satin bo'ladi. Sevasizlar-ku. Yoz uchun faqat nalchka bilan prosini so'ragandinglar VV brendidan 130 mingdan bular ham sotuvda. Bella Home'dagilar yomon men kelsam asabiylashadi. Nimaga doim buzib tashlayman, ochib tashlayman, keyin uni taxlash kerak orqasida. Pakirvalni ko'rsatishim kerak. Qanchadan pakirvalimiz narxini aytib ketaylik, qiynamaylik. 240 mingdan qarang, pakirval bo'lgani bilan ichida komplekti bor. Matosi juda ham yoqimli. Pakirvalini letning ko'rpa qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Kelinlarga bittadan olishimiz kerak. To'g'rimi, Abdulazizxon, nima dedingiz? Ishlab turing, qarashib oling menga. Xullas, bizda letning ko'rpalari. Buni narxini qancha qilib beramiz? 290 ming. 4 ta nalchkalik bo'ladi. Bu 4 burchak nalchkasi bilan 50-70 uzunchoq nalchkasi bor. Prosta buni qanaqa chiroyli tikilganini ko'rsatmoqchiman. Qarang, juda ham go'zal. Matosini ushlasangiz maza qilib olasiz komplektni. Endi bizda sal bundan ham bitta yuqorisi bor. Narxi 330 mingdan. Qizil rangni sevamiz. Lovullaydi, lov. Bilasizlar, buni haftaning qaysi kuni ishlatishni? Kommentariyaga yozib keting. Dostavka xizmatlarimiz bor. Optim do'konligimiz uchun admin aloqaga chiqinglar. Optimga ham savdo qilamiz. Hozirgi narxlar esa donaga aytilgan narxlar hisoblanadi.